Mana shu 5 ta bola bilan onasini taqdiri nima bo'ldi deb turib millionlab insonlar so'radi. Men sizlarga rasman e'lon qilmoqchiman. Bugundan boshlab bu oila uchun bamisoli qasr uy qurishni boshladi. Esinglardan bir hafta oldin bu uyda 10 yoshli qiz Umida onalarga tirikchilik uchun sabzi tozalab yordam berayotgandi. Oyizlarga ko'p yordam berib turasizmi? Qiyin emasmi? Yo'q. Darslarni qachon qilib olasiz darslaringizni? Kechqurun. Onalarini xayollariga ham, tushlariga ham kirib chiqmaganda biza bu yoqqa yangi qilib uy qurib beramiz va uni ichi qanaqa bo'lishini o'ylab ham ko'rmagandilar. Sizga yangi uy berilsa, yangi uy qurib berilsa, hayotingiz qanaqa o'zgarardi? Tasavvur qila olmasam kerak u. Biz bu oilani mana shu eski sharoitdan xuddi shunaqa komfort sharoitga olib chiqmoqchimiz. Tasavvur qilsanglarmi, agar siz bu loyihani bir qismi bo'lsangiz, bitta oilani jarlikdan olib chiqib ketib, juda katta yaxshilik qilgan bo'lasiz. Kemaga tushganni joni bir deyshadi. Hozir biz hammamiz bitta kemadamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan biz bu uy qurilishini boshlab yordik. Endi menga qiziq. Kim manzilni oxirigacha boradi-yu, kim yarim yo'lda tushib qoladi. Aytmoqchimanki, mana shu uy bitganicha sizlar yonimizda turasizlarmi yoki oxirigacha bormaysizlarmi? Kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Mana shu videoga bosilgan like, izohlarda yozilgan aka bosing biz oxirigacha birgamiz degan gap so'zlar uchun demak men o'zim yolg'iz emas ekanman, zo'r ish boshlagan ekanmiz deb ishonchim yana ham ortadi.